Qo'rqitordi dada. Bu Shahlo Ahmedovaning qo'shiqlari shunaqa hitmi deyman-da, kelib chiqsa yotib olishadi bu yoshlar. Men mahallani aylanib kelay. Gapiramiz, lekin afsusdeni qilmaymiz. Afsusdeni qilmasa bo'lmaydimi, Alloh sizlarni iqliminglar o'zgarib ketdi-yu. Ana testosteron bilan qonuniy ajrashdinglarmi deyman-da. Hozir ambulatoriyaga admin qilib, yo'qol ko'zingga olaymi o'lgurlar. Yaxshi ham ikkinchi jahon urushida qatnashganlar senlar ko'rmadi. Ot tasha, hayvonlar! Otalari Amir Tarag'ay, onalari Takina Xotun. Voy, malades, kitob o'qiydigan yoshlar ham bor ekan-a. Bilasizmi, rais buva? Amir Temur Xitoyga yurish boshlayotgan paytida vafot etgan ekan. Ya, otangizga rahmat. Borib aytib qo'yasiz-a? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'qing. Xo'p. Ko'z tegmasi, mahallamiz juda chiroyli, bir ikkita darmetlar hisobga olmaganda. Jiddiy yotib dam olib. Rais bova, mana sassi ko'rpaning tagidan turdi-ani, hazra harakatga keng. Ichish-pichish, chakish-pakish, g'iybat yig'ishtiring, qizlarni yig'ishtiring, aroq-paroqni yig'ishtiring. Ertadan boshlab o'zingizga mahkam bo'lib tirnirabgani bosing. Shu mahalladan deport beringlar, men chiqib ketay. Yashamaylik ekanda.